Salom salom, meni matematikalarım. Men bilan birgalikda uyga vazifa tayyorlayman deb kirgan hammangizga xayrli kun. Xo'p, demak 4-sinf o'quvchilari sizlar bilan uyga vazifasini tayyorlashni boshlaymiz. Uyga vazifa qilib 9 hamda 10 misollar berilgan. Vazifa qilib 27-betdagi 9 hamda 10 misollar berilgan. 9-misolning shartida Akmal quyidagi murakkab ifodani bajarib 119135 javobini topgan. Aytingchi, Akmal misolni to'g'ri ishlaganmi degan shart berilgan. Demak, Akmalni to'g'ri ishlaganini yoki noto'g'ri ishlaganini tekshirib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p. Bunday murakkab ifodada birinchi bo'lib doim sizlarga eslatib o'tganman, qavs ichidagi amallarni bajarishimiz kerak. Qavs ichida bo'lish, ko'paytirish, qo'shish hamda yana ko'paytirish amallari berilgan. Xo'p, birinchi guruh amallari qo'shish va ayirish bo'lsa, ikkinchi guruh amallari ko'paytirish hamda bo'lish bo'lsa, agar birinchi va ikkinchi guruh amallari birgalikda keladigan bo'lsa, birinchi bo'lib ikkinchi guruh, ya'ni ko'paytirish hamda bo'lish amallarini ketma-ket ravishda ishlab, so'ng birinchi guruh amallariga, ya'ni qo'shish va ayirish amaliga o'tishimiz kerak. Demak, bu yerda bizda bo'lish hamda ko'paytirish yonma-yon kelgan va ularni ketma-ket ravishda ishlayveramiz. Sababi ular ikkalasi ham bitta guruhga tegishli. Birinchi bo'lib ko'paytiramiz, keyin bo'lamiz degan narsa yo'q. Agarda bu mana shu guruhning ikkala amali boshqa guruh amali bilan yonma-yon kelsa, ya'ni qo'shish va ayirish bilan keladigan bo'lsa, birinchi bo'lib ko'paytirish yoki bo'lish amalini bajarishimiz kerak. Demak, tushungan bo'lsangiz, birinchi bo'lib bo'lish amali, keyin mana bu ko'paytirish, keyin bu ko'paytirishni hamda to'rtinchi bo'lib qo'shishni bajaramiz. Qavs ichidagi amallar bajarilgandan so'ng, qavs tashqarisida agarda ko'paytirish bo'lish bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib mana shu qavs tashqarisidagi amalni bajarishimiz kerak edi. Lekin bu yerda minus ishora, ya'ni ayirish amali bor. Ayirish amalidan keyin bizda bo'lish amali turibdi. Demak, biz birinchi bo'lib ikkinchi guruh amali, ya'ni ko'paytirish hamda bo'lish amalini bajarishimiz kerak edi va biz mana shu amalni bajaramiz 5-amal qilib, hamda 6-amal mana shu ayirish amali hisoblanadi. Demak, men birinchi amalni ishlashdan boshladim. 164958 ni bo'laman 57 ga. Xo'p. Demak, qarang, ikki xonali son hamda bu yerda ikki xonali son ham demak, ikki xonali sonni bo'lishim kerak birinchi bo'lib 16. Demak, 16 57 dan kichkina bo'lganligi sababli 3 xonali sonni olaman. 164 ni ichida 57 dan nechta? Qarang, 3 ta deb olsak bo'ladimi? Chunki 3 ni 5 ga ko'paytirsak 15 bo'ladi-ku. Mana shu 164 ga yaqinroq son deb o'ylab 3 ni olyapman. Lekin daftaringizga darrov 3 ni yozib olishingiz kerak emas. Sababi siz xato qilib qo'yishingiz mumkin. 3 ga ko'paytirganda 164 dan kattaroq son kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun 3 ni yozmasdan biz tasavvurda ishlaymiz. 3 ni yozib olamiz tasavvurda. 3 kere 7 21. Mana bu joyga 1 yoziladi. Ikkisi dilda. 3 kere 5 15. Dildagi 2 bilan 17. Demak, 164 dan katta raqam chiqib ketyapti. Biz 3 ni emas, 2 ni olishimiz kerak ekan, to'g'rimi? Mana 2. 2 kere 7 14. To'g'rini yozamiz. 1 dilda. 2 kere 5 10. Dildagi 1 bilan 11. Ayiramiz 164 dan 114. 4 dan 4 ni ayirsak 0, 6 dan 1 ni ayirsak 5. Demak, 1 dan 1 ni ayirsak 0, yozmaymiz. Endi 9 ni tushiraman. 509 ni ichida. Qarang. 50 chiqish uchun mana bu 5 ni nechaga ko'paytirishim kerak men? 10 ga ko'paytirishim kerak, lekin 10 ga ko'paytirsak 570 bo'lib ketadi, to'g'rimi? Endi 9 ga ko'paytirsam, ana shu 570 dan 57 kam bo'ladi xolos. Shuning uchun tasavvur qilib qo'yib ko'ramiz. Xo'p, 9. 9 kere 7 63, 6'sı dilda, 9 kere 5 45, dildagi 6 bilan 51 bo'lib ketadi, to'g'rimi? Demak, 9 kere emas, 8 kerani olar ekanmiz. 8 kere 7 56, 5i dilda. 8 kere 5 40, dildagi 5 bilan 45 bo'ladi. Mana 509 dan 456 ni ayirib olamiz. 9 dan 6 ni ayirsak 3. Mana bu joyda 0, 0 dan 5 dan 1 qarz olib, 10 dan 5 ni ayirsak 5. 5 ta o'rnida 4 qoldi, 4 dan 4 ni ayirsak 0. Endi 5 ni tushiraman. 535 ni ichida 57 dan nechta? Biz hozir 9 ga ko'paytirdik, esinglarda bo'lsa, 9 ga ko'paytirdik, esinglarda bo'lsa, 10 ga ko'paytirsak 570 bo'lib ketayotgandi. Demak, biz 9 ni olar ekanmiz, 9 ga ko'paytiramiz. 9 kere 7 63, 6'sı dilda. 9 kere 5 45, dildagi 6 bilan 51. Mana 5 dan 3 ni ayirsak 2, 3 dan 1 ni ayirsak 2, 5 dan 5 ni ayirsak 0 yozmaymiz. Endi 8 ni tushiraman. 8.
qarang, shu yerda 7 ni nechaga ko'paytirganingizda 8 bilan tugaydi. Shunga e'tibor beramiz. 7 kara 2 14, 4 bilan tugaydi. 7 kara 3 21, 1 bilan tugaydi. 7 kara 4 28, 8 bilan tugaydi. Demak, 4 ni olamiz. 4 ni olamiz. 4 kara 7 28, ikkisi dilda. 4 kara 5 20, dildagi 2 bilan 22. Demak, biz misolni to'g'ri ishladik. Mana orqadan 3 ta raqam sanab nuqta qo'yaman. Javob 2894 bo'ldi. Endi keyingi amalimiz 2894 ni 36 ga ko'paytirishim kerak. Keling, shuni mana shu joyga ko'paytiraman, chunki mana qizil ruchkada yozaman. Chunki doskamizda to'liq misollarni ishlayotganimizda joy yetmay qolishi mumkin. 2894 ni 36 ga ko'paytiraman. 6 kara 4 24, ikkisi dilda. 6 kara 9 54, dildagi 2 bilan 56. Endi 5 dilda. 6 kara 8 48, dildagi 5 bilan 53, yana 5 dilda. 6 kara 2 12, dildagi 5 bilan 17. 3 kara olaman. 3 kara 4 12, ikkisini yozaman, biri dilda. 3 kara 9 27, dildagi 1 bilan 28, 8 ni yozaman, ikkisi dilda. 3 kara 8 24, dildagi 2 bilan 26, 6sini yozaman, ikkisi dilda. 3 kara 2 6, dildagi 2 bilan 8. Demak, qo'shib chiqaman. Xo'p, mana bu joyga 4 tushadi. 6 ga 2 ni qo'shsak 8, 3 ga 8 ni qo'shsak 11, biri dilda, birini yozdim. 7 ga 6 ni qo'shsak 13, dildagi 1 bilan 14, biri dilda. 1 ga 8 ni qo'shsam 9, dildagi 1 bilan 10 bo'ladi va orqadan 3 raqam sanab nuqta qo'yaman. 104184. Endi 3-amalimiz 174 ni 170 ga ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, 174 ni 170 ga men mana bunday qilib ko'paytiraman. Negaligini bundan oldingi darslarimizda aytib o'tganman, ko'rib chiqishingiz mumkin. Xo'p, 0 ga ko'paytirishimiz bizda ko'p joyni egallaganligi sababidan 0 ni oxirida qo'yib qo'ya qolamiz. Demak, 7 kara 4 28, 8 ni yozaman, ikkisi dilda. 7 kara 7 49, dildagi 2 bilan 51, birini yozaman, 5 dilda. 7 kara 1 7, dildagi 5 bilan 12. Mana yozdik. Endi mana bu 1 ga hammasini ko'paytirganimda mana 1 ni tagiga yozib chiqaman. Demak, mana shu sonlarni o'zi chiqadi. 174 ni o'zi. Demak, qo'shamiz. Mana bu 0 ni yozib olaman oxiriga. 8, 1 ga 4 5, 2 ga 7 9, 1 ga 1 2. 29580 hosil bo'ldi. Endi 4-amalimizni mana bu joyga boshlayman. 4-amal, 2-amaldan chiqqan javobga 3-amaldan chiqqan javobni qo'shamiz. Demak, 2-amalda 104,184 ga qo'shaman. Qarang, bu yerda 6 xonali son, bu yerda 5 xonali son, 29580. Shu 5-xonadan yozishni boshlayapman. 29580 qo'shyapman. 4 ga 0 ni qo'shsak 4, 8 ga 8 ni qo'shsak 16, 6sini yozaman, biri dilda. 1 ga 5 ni qo'shsam 6, dildagi 1 bilan 7. 4 ga 9 ni qo'shsam 13, 3ni yozaman, biri dilda. 0 ga 2 ni qo'shsak 2, dildagi 1 bilan 3 hamda 1 o'zi tushadi. Mana 133764. Endi 5-amalga keldik. 5-amalni qizil ruchkada yozaman, ajralib turishi uchun. Xo'p, 5-amal 438.900 ni bo'laman 30 ga. Mana shu joyda mana bu nollarni bir-biriga qisqartirib yubordim. Yoki ikkala bo'linuvchi hamda bo'luvchini ikkisini ham 10 ga bo'lib tashladim va sonlarni kichraytirib oldim. Ikkalasida ham nollar ishtirok etganligi uchun bunda nechta nol bo'lsa, bundagi nolni ham o'chirdim. Endi demak, biz 43890 ni 3 ga bo'lar ekanmiz. Xo'p, 4 ni ichida 3 dan bitta, mana 4 ni olyapman. 4 dan 3 ni ayirsak 1. Endi 3 ni tushiryapman. 13. 13 ni ichida 3 dan 4 ta, to'g'rimi? 12 bo'ladi. 4 kara 3. 13 dan 12 ni ayirsak 1 qoldiq bo'ladi. 8 ni tushiryapman. 8 ni ichida 18 ni ichida 3 dan 6 ta, 6 kara 3 18. Mana 0. Endi 9 ni tushiryapman. 9 ni ichida 3 dan 3 ta, to'g'rimi? Demak, 3 kara 3 9, 9 dan 9 ni ayirsak 0. Demak, mana bu oxirgi nolimiz mana bu joyga yoziladi. Demak, javob
14630 bo'ldi. Endi oxirgi 6-amalimiz, demak, qavsdan chiqqan oxirgi natijamiz mana bu bo'ldi, to'g'rimi? 4-amaldan 133.764. Shundan ayiraman, mana bu 14630 ni. Keling, 6-amalni mana bu joyga yozaman. 6-amal. Demak, 133.764 6 xonali son. 14630 5 xonali son. Demak, 5-xonadan yozishni boshlayman. 14630. Ayiryapman. 4 dan 0 ni ayirsam 4, 6 dan 3 ni ayirsam 3, 7 dan 6 ni ayirsam 1, 3 dan 4 ni ayira olmaymiz. 3 dan 1 qarz olaman. 13 dan 4 ni ayirsam 9. Demak, mana bu joyda 2 qoldi. 2 dan 1 ni ayirsam 1 hamda 1 o'zi tushadi. Mana javob 119.134. Endi aytingchi, Akmal to'g'ri ishlabdimi yoki-da noto'g'ri? Siz buni kommentariyda yozib keting. Demak, doskadagi misolimiz skrinshot qilib sizga tashlab beriladi va siz uni pauza qilib ko'chirib olasiz va men keyingi misolga o'taman. Demak, 10-masalamizni boshlaymiz. Ekraningizda ko'rinib turibdi. Demak, 10-masalada bu yerda yigitchamiz bor, bu yerda qizchamiz bor. Yaxshilab e'tibor beramiz. Yigitchamiz ikkinchi koordinataning ikkinchi nuqtasida turibdi. Mana bu joyda. Mana bu joyda yigitchamiz turibdi. Y harfi qo'yaylik. 10-koordinatada esa qizchamiz turibdi mana. Qizchamiz turibdi. Yigitcha, demak, 3 dan boshlab 8 metrgacha, 3-metrdan boshlab 8-metrgacha yuguryapti 1 sekundda. Ya'ni mana tezlik bizda metr sekundlarda ifodalangan deyapti. Metrni sekundlarda ifodalangan. Demak, 1 sekundda u 1 2 3 4 5 metr yuguryapti ekan. 1 deganda 5 metr yuguryapti ekan. Demak, x birimiz mana bu joyga yozib olyapman. X birimiz 5 metrga teng ekan. Endi x2miz esa, xo'p, 11 dan boshlab 14 gacha, ya'ni 14 dan 11 ni ayirsak 3. Mana bu joyda ham 8 dan 3 ni ayirsak 5. 11 dan 12 gacha 1, 12 dan 13 gacha 2, 13 dan 14 gacha 3. Demak, 3 metr ekan. Mana yozib ham oldim. Endi yaxshilab e'tibor bersalaringiz, mana bu joyda yigitchamiz 0 holatda, to'xtab turgan holatda ikkinchi koordinatada turibdi. Demak, mana bu joyga 2 yozamiz. Endi qizchamiz esa 10-koordinatada turibdi. 10 da. Endi 1 deganda demak, yigitcha 5 metr yuguryapti ekan. Mana 5 metr. Qizchamiz esa 3 metr. Endi 2 degandachi, mana shu 2 ni 5 ga ko'paytirib qo'yamiz. 10 metr yuryapti ekan. Qizchamiz esa 6 metr. Xo'p, yigitchamiz 3 sekundda 15 metr, ya'ni 5 ga ko'payib ketyapti. 15 metr, 4 deganda 20 metr. Mana. Endi qizchamiz 3 deganda 3 kara 3 9 9 metr, 4 deganda esa 12 metr yuguribdi. Endi mana shu joyda ozgina fikrlashimiz kerak bo'ladi bizga. Mana shu joyda ozgina mantiq ishlatishimiz kerak. Ya'ni koordinata o'qida buni chizib chiqing degan koordinata bo'yicha. Mana koordinata o'qini chizyapman. Endi qarang, yigit 2 da turibdi-da, 8 gacha 1 deganda 0 holatida ikkinchi o'qda turibdi-da, 1 sekundda 8 ga sakrayapti. Demak, 1-sekundida yigit 8 metrda, 8-metrda yuribdi. 8 qo'yayda, metrni tepaga qo'yay. Xo'p, mana bu 0-metr. Demak, 1 sekundda yigit 8-metrda turibdi. 2-sekundda demak 5 qo'shilyapti. Ya'ni yana 1 deganda ikkinchi tezligini yuryapti. 5 ni 8 ga 5 ni qo'shsak 13-metrda turibdi. Endi keyingi 3-sekundida u 13 ga 5 ni qo'shamiz. 18-metrda turibdi.
Endi 4-sekundda esa u 18 ga 5 ni qo'shsak 23. 23-metrda turibdi. Endi qizchamizni tezligi bo'yicha koordinata o'qiga chizamiz. Xo'p, qizchamiz 10-koordinata nuqtasida turgan edi va u 1 deganda 14 ga yetdi. Demak, uni 14 deb chizib olamiz. Mana bu joyda 14-metrimiz bor. Mana 13 dan keyin. Endi uning tezligi 1 deganda 3 metrni tashkil qilyapti ekan. Demak, 1-sekundda 14 ga yetib borgan bo'lsa, 2-sekundda unga 3 ni qo'shsak 17. Mana 18 dan oldinroq. Demak, yigitimiz o'tib ketibdi. U 2-sekundda 18 ga 3-sekundda 18 ga borgan, qizimiz 2-sekundda 17 ga borgan. Ha, qolyapti ekan hozircha. Xo'p, endi 3-sekundga qizga 3 ni qo'shsak 20 metr bo'ladi. U 20-metrda turibdi. Mana bu joy taxminan 20-metr desak, mana qizimizga. Endi 4-sekundda 3 qo'shamiz. 20 ga 3 ni qo'shamiz. 23. Mana aynan yigitni turgan nuqtasiga yetib keldi qiz ham. 4-sekundda qiz ham yigit ham 23-metrga keldi. Demak, yigit qizdan ancha orqada boshlagan bo'lsa ham yugurishdi. 1 metrda 5 metr yugurganligi uchun 1 sekundda. Qizimiz 1 sekundda 3 metr yugurganligi sababidan qancha oldinda boshlamasin, yigit katta qadamlar tashlaganligi sababli qizimizda 4 sekundda ikkisi ham bitta nuqtada uchrashib qolishdi. Mana koordinata o'qida, demak, bularni yugurganligini izohlab chizib chiqdik. Aytgancha, o'quvchilar, YouTube kanaliga obuna bo'ling, like bosing hamda kommentariyaga siz bizni qaysi viloyatdan kuzatayotganingizni yozib keting. Qaysi viloyat eng ko'p qatnashayotgan bo'lsa, aynan ana shu viloyat bilan Telegram kanalimda o'yin o'ynaymiz. Matematik o'yin albatta. Ana shu o'yin g'olibiga meni sovg'am bor. Demak, bu haqida tanishlarga ham yuborib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.